Assalomu alaykum hammaga. Bugundan biz yangilik sifatida darslarimizni video dars shaklida olib borishga qaror qildik. Ya'ni texnologiyani o'rganamiz. Texnologik jarayonlar, asosiy texnologik jarayonlar 5 ta asosiy guruhga bo'linadi. Birinchisi esa gidromexanik jarayonlar, ikkinchi bo'lim esa issiq almashish jarayonlari, uchinchi bo'limda esa massa almashish jarayonlari, to'rtinchi bo'limda esa biz kimyoviy jarayonlarni o'rganamiz va oxirgi bo'limda biz mexanik jarayonlarni o'rganamiz. Shuni yodda tutishimiz kerakki, gidromexanik qurilmalar ichida jarayonlar ketadi. Misol uchun, kompressor ichida, ya'ni gidromexanik qurilma sifatida kompressorni olsak, uni ichida pompash jarayoni ketadi. Ya'ni u ham gidromexanik jarayon hisoblanadi. Endi gidromexanika nima? Gidromexanika gaz va suyuqliklarni harakatini o'rganuvchi bo'lim hisoblanadi. Gidromexanik qurilmalar esa o'sha gaz va suyuqliklarni harakatga keltiruvchi, tozalovchi yoki fazalarga ajratuvchi qurilmalar hisoblanadi. Misol uchun, nasoslar suyuqliklarni harakatga keltiradi. Kompressorlar esa gazlarni yoki havoni harakatga keltiradi, siqib bosim berib harakatga keltiradi. Filtrlar ham xuddi shunaqa gaz yoki suyuqliklarni tozalash uchun yoki fazalarga ajratish uchun ishlatiladi. Siklon ham xuddi shunaqa. Bizlar har bitta qurilma haqida alohida video dars tayyorlab, batafsil o'rganamiz keyingi darslarda. Hozir esa qisqacha qarab o'tib ketamiz. Gidromexanik jarayonlar esa o'sha qurilmalar ichida ketadigan jarayon hisoblanadi. Misol uchun, kavitatsiya ma'lumki nasos ichida ketadigan katta bir jarayon hisoblanadi. Pompajlar esa kompressor ichida ketadi. Filtrlash jarayoni esa filtrlar ichida ketadi. Jarayonlar haqida ham video dars tayyorlab o'rganamiz. Nasos nima? Ya'ni gidromexanik qurilmalarda eng birinchi o'rganadigan qurilmamiz nasos hisoblanadi. Suyuqliklarni bir joydan ikkinchi joyga uzatuvchi qurilma hisoblanadi. Buni ta'riflari turli xil adabiyotlarda har xil ko'rinishda kelgan, lekin biz qisqacha ta'rif tanladik. Napor bu nasosning kuchini ko'rsatuvchi xususiyat hisoblanadi. Ya'ni nasosni suyuqlikni maksimal aniq vertikal va gorizontal qancha masofaga haydashini ko'rsatadi. Misol uchun, vertikal 50 metr haydayotgan bo'lsa, gorizontal 200 metrgacha haydashi mumkin. Nasosning asosiy turlari, ya'ni nasoslarning asosiy turlari markazdan qochma, porshilli, ventli, monon nasos va shestanalar. Bu asosiy turlar hisoblanadi. Bugun biz porshil nasosi haqida o'rganamiz. Keyingi darslarda esa qolgan nasoslar haqida ham video dars tayyorlab, o'rganib, batafsil o'rganib ketamiz. Porshil nasos ilgarilama qaytma harakat evaziga suyuqliklarni haydovchi qurilma hisoblanadi. Sanoatda markazdan qochma nasosdan keyingi o'rinda eng ko'p ishlatiladigan nasos hisoblanadi. Kamchiligi bor nasosda. Kamchiligi bu ko'p tok iste'mol qiladi, kam mahsulot haydaydi. Afzalligi esa iflos suyuqliklarni, qovushqonligi yuqori bo'lgan suyuqliklarni, neftga o'xshagan suyuqliklarni yuqori bosimda haydash xususiyatiga ega. Yuqori bosimda ham haydaydi. Endi nasos tuzilishi haqida ham qisqacha o'tamiz, qarab o'tib ketamiz. Ya'ni kirish klapini apparatning klapini o'sha bir tomonga oqim o'tkazadi. Nasos bu esa nasosning chiqish klapini hisoblanadi. Bu ham xuddi apparatning klapinga o'xshab bir tomonga, ya'ni oqim o'tkazadi. Qachonki biz porshinni, ya'ni ilgarilama qaytma harakat qiluvchi qismni yuqoriga qarab ko'targanimizda, suyuqlikni so'rganimizda, bu klapni ochiladi, bu klapni yopiladi va nasosning ichi suyuqlik bilan to'ladi. Va qachonki suyuqlikni haydaganimizda bu klapni yopilib, kirish klapni yopilib, chiqish klapini ochilib, suyuqlik harakatga keladi. Mana kirish klapini, chiqish klapini va ilgarilama qaytma harakat qiluvchi porshin. Endi videosini ham o'rganamiz. Videoda ham vizual dars sifatida qarab o'tib ketamiz. Mana nasos so'rayapti, bitta klapini ochildi, bunisi yopildi. Qachonki haydagan payti surish klapini yopilib, chiqish klapini ochiladi. Mana surish klapini ochildi, chiqish klapini mana endi ochildi, suyuqlikni haydayapti. Shu harakat evaziga suyuqlikni uzatadi. Yuqori bosimda iflos suyuqliklarni uzatadi. Lekin ko'p suyuqlik uzatilmaydi. Foydali ish koeffitsiyenti kam hisoblanadi.